Assalomu alaykum. Assalomu alaykum ko'xtang bolalari. Sog' omonmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Musobaqalarimizda ishtirok etib charchab qolmadingizmi? Meni buvijonim, yana nimalar bilan ovorasiz? Nima bilan ovora bo'lardim bolajonim, mening mehribonim. Ana yoqda bir tut o'sgan. Mevalar pishdi, yedinglar, bilasizmi? Osmonga qarab o'sib ketgan. O'sha osmonga o'sgandan ko'ra, o'sha yerda gullarga soya bo'lsin deb tutni egmoqchimiz. Mana shu ipni biz arg'amchi hosil qilyapmiz. Mana arg'amchi nimadan? Mana oddiy presip. Daradagi presip, molxonadagi. Shaqa chiriyotgandan ko'ra shuni ip qilaymi? Yo dadalaringizga aytib ip olib kelib ber, falon pulga ip olib kelib ber deyimmi? Buvijon, o'zingizdan qo'lar gap yo'q, Albatta, sizlar ham o'rganinglar. Nima deydi? Ekonomika должна быть ekonomniy deganday. Tejamkorlik xavfsizlik emas, bolajonlar. Mana shuni shunaqa qilib, ip qilib tayyorlab qo'ysam, hamma narsaga kerak. Qanday mana osongina narsa, mana ketaveradi shunday. Mana alovga tashlab olgandan ko'ra ip qilib qo'ysam yaxshimi? Bulijonim. To'ppa-to'g'ri. Endi bu biz keksalar ishida bu. Sizlar ishlaring ko'p. Sizlar men aytgan ishlari, o'qishlari o'qib, aqlli bo'lib yursanglar, bu ishlar mendan ortmaydi. O'zim qilaveraman, o'tirib olib. Mana ancha bo'ldi. Necha metr bo'lib ketdi, mana. Mana tayyor arg'amchimi? Hattoki halinchakmi nima? O'shanday narsalarni yashasanglar bo'ladi. Qalinroq qilib bersam, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Ular tashlamaymiz. Mana shunaqa qilib ip hosil qilamiz. O'tgan yil ham bilasan, bir xalta qilib qo'yganim. Ishlatinglar-ku hamma narsaga, to'g'rimi? Bu ham ishlatdi. O'sha tutni qayramizda, qayga gul tubaylarimiz hammasini joylashtiramiz. Soya joyda gullarimiz chiroyli bo'lib turadi. Hatto issiqda mumkin emas gullar saqlash. Yo yerga o'tkazishimiz kerak gul tubaylar, yoki soyaga qo'yish kerak. Tutni tagining soyasida gullarimiz o'sadi, ravnaq oladi. Tushunarli? Tushunarli. Ko'xtang bolalari, Dona buvining maslahatlari bilan mana shunaqa iplarni birdaniga musturga tashlab yoki olovga yoqib yuborgandan ko'ra, arg'imchoq va mana buvijonim aytganlaridek tutga bog'lab, soya qilib o'zingizga Tutni egib olib, o'zingizga soya qilib, choyni ichib o'tirsangiz, soyaga nima yetsin endi? Endi yoz kelyapti. Bu issiqda endi mana shunday soyalar qilmasdan tabiiy,